بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Muhtaram ahli islom, ahli iymon, aziz mehmonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Tongda bo'lgan ibodatlar, duolar barchamizdan ijobat bo'lsin. Hazrati Payg'ambarimizning hadislaridan, ma'nosidan Al-Adab al-Mufradda Al-Adab al-Mufrad kitobida Imom al-Buxoriyni Al-Adab al-Mufrad kitoblarida Sayyidil istig'for bobida keltiribdilar, aytadilar. Kim tongda turib 3 marotaba desa A'udhu billahi s-sami'ul alim minash shaytonir rajim yoki ikkinchi variantida A'udhu billahi minash shaytonir rajim deb ketilgan. A'udhu billahi s-sami'ul alim minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت deb 3 marotaba aytsa, o'sha kuni olamdan o'tsa barcha gunohlari kechiriladi. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi dedilar. Bu Hazrat al-Buxoriyni hadislardan ma'nosi. Allohim, sen Robbimsan. Allohim, men bandangman. Allohim, sen meni yaratding. Gunohlarni men qildim. Allohim, ne'matlaringni tan olaman. Gunohlarimni ham tan olaman. Uni kechirgin. Sendan o'zga gunohlarimni hech kim kechmaydi. Qilgan ishlarimni yomonligidan panohlar so'rayman. Birodarlar, eshitib o'tiribsizki, tongda turib Alloh taborak va taoloning ne'matlarini eslab, qilgan gunohlarimizni eslab, unga istig'for aytmoqimiz aytilmoqda. Muhtaram azizlar, isib ketdi, isib ketdi, 50 bo'lib ketdi, 45 bo'lib ketdi. Voy banda, 20 daraja qo'shib yorsa nima qilasan banda? Qaytga borasan banda? Nima deysan banda? Biz nima demoqchimiz? Voy birodarlar, bizni qilayotgan gunohlarimizga yarashasiz kelsa, dunyoda qiyomatgacha hayot bo'lmas ekan, istig'for aytaylik ekan. Tongda turib Allohimdan so'rab turaylik ekan. Mana soqollarni qarang. Oynaga qarang, bir sochlarni ko'ring. Bir qora joyi ham qoptimi? Bu degani sizga bizga navbat yetacak degani. Allohim, berayotgan hayotingga shukr keltirib, o'zingga hamd aytib, to'g'ri deb, to'g'ri o'tirib, to'g'ri qarab, to'g'ri yurib, Alloh taborak va taoloni buyurib, siz u bizga nasib etganicha ibodatini qilib, gavhari iymonni basalomat olib o'tishni Allohim barchamizga nasib aylagin. Birovni yaxshi, birovni yomon demaymiz. Palonchi yaxshi ekan, tugunchi yomon ekan. U mo'minning gapi emas, birodarlar. U mo'minning gapi emas. Kitoblarda Waylun lil mutaallin. Waylun lil mutaallin. قالوا ومن متألون يا رسول الله فقال
fulanun fil cennet ve fulanun fil nar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Mutaellinlerge Allah'ın laneti bo'lsin dediler. Allah asrasin şahit etken ki Hazreti Peygamberimizin lanetiga qolgan odam dunyoda xor, oxiratda azobda degani. Bundan Allah asrasin. Hazreti Peygamberimiz mutaellinlerge Allah'ın laneti bo'lsin. Ashab-ı ikram hamma qo'rqib ketdi bu gaplardan. Ya Allah'ın Resulü, mutaellin kim? Hazret Cenabimiz falonchi jannatiydir, falonchi dovzaxiydir degan shaxs dedilar. Uzr kimsa. Falonchi jannatiydir, falonchi dovzaxiydir degan kimsa. Birodarlar, birinchidan o'zimiz banda bo'lsak, ikkinchidan o narsani haqiqatini biz bilmasak, uchinchidan hali pul sirotdan o'tmadik-ku. Qiyomatda taroz bo'lar ekan. Bilmadimmi u endi qanaqa taroz? Osma tarozmi? Elektron tarozmi? O'shanda o'lchab ko'rishar ekan. Ana o'sha kuni savob tarozi og'ir kelgan kimsaga Allohning rahmatimish. Undan ham o'lchab bo'lgandan keyin pul sirotdan o'tar ekan. Jahannam uzra bir ko'prik erir aning oti sirot otlik guzargoh. Qilichdan tez erur, qildin ingichka, pushaymonlar tushar o'shal kun ichga. Ko'rgan odam zotni bolasi dod deyorar ekan. Onam meni tug'masaydi, shu ko'prikdan o'tamanmi? Birodarlar, u ko'prikdan o'tgandan keyin jannatga kirarmish. Shuning uchun birov bilan shug'ullanib, birovni jannatga, birovni dovzaxga deb Alloh tabarak va taolo bundan asrasin. Allohim, rahmatingdan umidimiz bor, mag'firatingdan umidimiz bor. Barchamizga rahmatingdan, mag'firatingdan nasib eylagin. Soniyan Hazrat Peygamberimizga, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemga durud salovat ve salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar. Bugun Abdumo'min Hoji otani farzandlari karimalarini uzatishlari asnosida sizni to'plab bunaqa dasturxonlar qilib, mana shuncha kelgan hojibolarim, yaqin yor do'stlar, qavmi qarindosh qudalar. Aslida shularni duo qilamiz deb keldik. Nafsul amrni aytsa, hammani uyda non choyi bor. Hammani oshi bor, mayli kimda ko'p, kimda kam, kimda duo qilamiz deb keldik. Alloh tabarak va taolo kelgan yaxshilarni qadam qudumlaridan duolar ijobat bo'lib, bu joylarda mana to'ylar bo'lib turibdi, fayzli bo'lib, imorat mana hammamiz gapirib xursand bo'lib o'tiribmiz. Bo'lar ekan-ku, imoratida uyda to'y qilsa ham nimaga qurding? 5 ayvonni 4 ta mehmon kelib bismillohni aytib kelib, Alloh barakangni bersin deb chiqib ketmasa, Alloh tabarak va taolo xonadonlarini, to'ylarini Alloh muborak qilsin. So'z hid haqida bo'ladi, shundan bir eshitamiz endi. Ulamoni xalqi ichida 4 ta mavzusi bor, 4 ta temasi bor. Birinchisi Allohni borligi, birligi, uni buyukligini aytish. Allohni borligi, birligi, uni buyukligidan aytish. Ikkinchisi Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, hayotlardan, hadislerden aytish, ma'nodan, ahkomdan aytish. Uchinchisi zikrayot, ulug'larni, azizlarni aytish. Va birodarlar, ulug'larni gapirish kerak, azizlarni gapirish kerak. Mana atrofimizda turgan yosh yalang, katta kichik unga ixlos qilish kerak. Hammamiz ixlos qilishimiz kerak ulug'larga. 5 vaqt namozda o'qiyapmiz-ku. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Allohim, bizni siratal mustaqimga boshlagin. O siratal mustaqimni
bizdan avval o'tgan payg'ambarlarga, solihlarga, yaxshilarga ne'mat qilib bergan eding. E'tibor bering. Payg'ambarlarga, solihlarga, yaxshilarga ne'mat qilib bergan eding. 4 ta odam gapirsa, birodar, yaxshidan gapir, ulug'dan gapir, azizdan gapir. Qo'y yomonni. O'zi ham qursin, beti ham qursin, oti ham qursin. Demak, amr ma'rufning 3-mavzusi azizlar, ulug'lar. 4-si, eng asosiysi mas'aladir. Mas'ala nima halol, nima harom. Mana shuni mas'ala, birodarlar. Mana shu mas'ala hisobidan bobidan hid bobi. Arba'un min sunanil anbiya yoki sunanil mursalin. Al-haya'u vaz-ziwaju vas-siwaku vat-ta'atturi. Endi nihoyatda roviylar ko'p, ulug'lar, muhaddislar bu hadisni ko'p rivoyat qilganlar. Ma'nosi va sharhi. 4 narsa o'tgan payg'ambarlardan sunnatdir. Sharhi. 125 ming degan kitobda 125 ming payg'ambarlarimiz kelishgan ekan. Sunnatdir. Ularni ko'pchiligi 125 mingga 4 ta narsani albatta qilgan ekan. Demak, bu narsalar bizga ham kerak ekan, biz ham qilishimiz kerak ekan. Birinchisi hayo dedilar, uyat dedilar. Ikkinchisi turmush qurmoq dedilar. Uchinchisi misvok etmoq dedilar. To'rtinchisi xushbo'y qilmoq dedilar. Xushbo'y qilmoq dedilar. Bu birinchi hadis, ketidagi hadis. Men akala min hadhihi ash-shajarata ya'ni ath-thawma fala yaqrabanna masjidina yoki fala yaqrabanna masajidina. Ma'nosi, sharhi. Kim ushbu o'simlikdan, ya'ni sarimsoq piyozdan, chesnovdan yeb olgan bo'lsa, bizning masjidimizga yoki bizlarning masjidlarimizga, mu'minlarning masjidiga, jamoatga kelmasin degan hadislar bor. Bu ikkita hadisni bir-biriga mutadod deydi, antonim, qarama-qarshi ravishda keltirishimiz sababi bor. Birinchidan, odam o'zini xushbo'y qilishligi sunnati muakkada ekan, ta'kidlangan sunnat ekan. Domla, nima deyapsiz siz? Ta'kidlangan sunnat deyapsiz. Hammani atir olishga, upa olishga, atir sepishga imkoni bo'lmasa-chi? Bo'lmasa atir guli bo'lsa ham surtib, odam o'zini xushbo'y qilishi sunnat ekan. Mana do'ppi kiyib olganmiz-ku. Soqol qo'yib olganmiz-ku. Ertalab 2 rakat sunnat namozi o'qidik-ku. Birodarlar, o'zimizni xushbo'y qilib poklab, xushbo'y qilish sunnat ekan. Bu bir. Endi buni aksi. Badbo'y qilishlik haqida gap ketyapti. Chesnov hech qachon harom bo'lmagan. Betdagi gap chesnovni badbo'y hidi haqida gap ketyapti. Shuni yeb olgan odam masjidimizga yoki masjidlarimizga yaqinlashmasin. Birodarlar, shuna hadis eshitganmisiz? Masjidlarimizga yaqinlashmasin degan. Annuqul masjidga da'vat etilgan-ku, namozga da'vat etilgan-ku, jamoatga da'vat etilgan-ku. Unda nima bo'lyapti? Gap shu ekanki, jamoat namoziga qatnashishdan ko'ra birovni odam o'zini hidi bilan ozor bermasligi afzal ekan. Hozir borsangiz jamoat bilan namoz o'qiymiz. Domla borib jamoat bilan namoz o'qimaylikmi? Voy birodar, chesnovni yeb, og'zini sasitib, birovni diliga tegmoqlikdan masjidga bormaganimiz afzal ekan. Shunaqa ma'no kelib chiqadi. Endi nozik tomonni eshiting bu narsalarni. Nozigi nimada? Birinchisi, hukmda. Ma'lumingiz kim birodarlar?
qozi janoblariga erdir xotindir shikoyat qilib borsa agar desa, qozi janoblari meni xotinim bilan ajrashtirib qo'ying, meni erim bilan ajrashtirib qo'ying desa, qozi janoblari nega ajrashtirib qo'yaman desa-yu, haligi shikoyat qilayotgan shaxs meni xotinim sasiydi, erim sasiydi desa, qozi ajrashtirib qo'yar ekan. Birodarlar, odamni badbo'y hidi taloqqa sabab ekan. Ikkinchi zaruratini eshiting. Ma'lumingiz kim jasadni yuvib kafallashdan ilgari Honut, Kafur degan atirlarni sepish sunnat ekan. Kafur, Honut bu parfümeriyaning nomi. Bu Yamanda ishlab chiqarilar ekan, Shomda ishlab chiqarilar ekan. O'likka halingdan separ, bu qimmat narsa. Endi savol, domla, o'likka atir sepib nima qilamiz? Hozir yarim soat 40 minutdan keyin olib borib marhumni ko'mvorsak, nima qilamiz unga atir sepib? Javobni eshiting. O'likni ham atir sepkin. Olib borib lahatga olib borib tiqqaningda munkar nakirni bezovda qilmasin degan ekan. Hadis kelgan ekan. Ey mo'min, seni nima ranjitsa, farishtani ham o'sha ranjitur. Hozir endi biz xulosaga yaqin kelamiz. Xulosamiz shuki, er xotinni o'rtasidagi mehri muhabbat, er xotinni o'rtasidagi bir-biriga intilish na asosiy omili hid ekan. Ana. Bu o'zimizning hidimizga e'tibor beraylik ekan. Tangani ikki tomoni bo'ladi degani kabi hidni gapiryapmiz-ku, endi o'zidan o'zi o'rinli savol tug'iladi, domla. Sizga o'xshagan kitob ahli, kitobni o'qib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanadiganlar muzday konditsionerda o'tirsa kerak balki. Biz dehqonmiz, qorakajon, biz ketmonuramiz, biz nonvoymiz, qoraka, yoki biz shopirmiz, biz tellaymiz. Nima, biz ham injirkanda bizdan ham odamlar. Ana shuni javobini eshiting. Kasb, hunar orqali orttirilgan hid haqida. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida Payg'ambarimizni ko'rgani Madinaga bir Arobiy keldi. Arobiy degani cho'l odami degani. Eshikni taqillatib ichkaridan Hazrati Oysha onamiz radhiyallohu anha siddiqa Payg'ambarimizni yo'q ekanlarini, uyda yo'q ekanlarini aytdilar. Haligi zot. Mayli, Payg'ambarimiz uyda bo'lmasalar, men o'zi qo'ylarimni sotgani olib kelganman. Bozorga borib qo'ylarimni sotib turaman. Hali men bozor qaytishda bir Rasulullohdan xabar olarman dedi-yu ketdi. Na ismini aytdi, na Oysha onamiz uni tanidilar. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam damay o'tmay keldilar. Salom alaydan keyin, ey Allohning rasuli, sizni bir Arobiy so'rab keldi, istab keldi. Oti nima ekan? Otini so'ramabman ya Rasululloh. Hop, ko'rinish qanaqa ekan? Ko'rinishiga ham qaramabman ya Rasululloh. Ha. Shu eshikning orqasidan qo'yni hidi kelib turuvdi dedilar. Qarang, eshikning orqasidan ham kelibdi, bechoradan qo'yni hidi. Hazrat Payg'ambarimizga, lekin ya Rasululloh, qo'ylar olib kelganman, sotgani shuni bozorga olib ketib, o'sha yerda bo'lib turaman, hali bir pastur xabar olaman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haliga Arobiyni istab ketdilar u. Voy birodarlar, ana shu aytayotgan gaplarimiz katta gap bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birovni qidirib borishlar bu juda katta narsa. Borsalar haliga Arobiy qo'ylarni ichida odamlarni qiziqtirmoqchi bo'lib qo'ylarni sotish bilan mashg'ul bo'lib turuvdi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, muborak qo'llari bilan orqa tomonidan quchoqlab oldilar haligini, Arobiyni.
Qolganlar qarab turibdi. Arobiy payg'ambarimizni ko'rmayapti. Hazrat payg'ambarimiz hazilnamo. Qul sotaman. Mana u qulni kim oladi dedilar. Hamma kulib turibdi bunga. Arobiy. Ey Allohdan qo'rq, men ozod odamman dedi. Bilmadi orqasida turgan zotni kimligini. Hazrati payg'ambarimiz darrov uni bo'shatdilar. Qarasa Hazrat Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Arobiy darrov tushunda hazil ekanligini dedi. Va birodarlar, bu narsani Rasululloh hech kimga qilmaganlar. Bunaqa narsa hech kimga bo'lmagan. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan haligi Arobiy dedi. Ey Allohning Rasuli, meni qul qilib sotsangiz-ku-ya, mayli-ku-ya, bozoringiz kasod, chunki mendan qo'yni hidi keladi. Meni kim ham so'rardi dedi. Radiyallohu anhu o'zlaridan qo'yni hidini kelishini o'zlari ham bilar ekanlar. Shunda Hazrat Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi Arobiyga undoq demagin dedilar. Senga shu bugun Allohning Rasuli xaridor bo'lib turibdi dedilar. Hazrat Umar odil aytadilar, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu hadisni rivoyat qilib, hech kimni umrimda hech kimni o'rnida bo'lishni istagan emasman. Shu bugun shu qo'yni hidi kelib yotadigan shu Arobiyning o'rnida bo'lishni juda ham xohladim degan hadisni keltirganlar. Valhosil bundan murod maqsad shu ekanki, hidimizga e'tibor beraylik ekan, bizni hidlarimizdan odamzod injimasin ekan, keyin kasb orqali orttirilgan hidlardan injimaylik ekan. Rasululloh ham o'sha hiddan injimagan ekanlar. Ana u mas'alani javobidir. Allohim barchaga tavfiq bergin, rushd bergin, hidoyat bergin. Mumkin bugun, mumkin erta, mumkin indin mo'min musulmon to'planganda ikki og'iz masala eshitishimiz kerak. Ulug'lardan, azizlardan, hadislardan eshitishimiz kerak. Shoyat Allohim gunohlarimizni kechirsa, hidoyatiga boshlasa, shoyat Allohim barchamizdan o'tganlarimizni rahmat etib, mag'firat etsa, qatorida Abdumo'min Hoji otadan o'tib ketgan ota-ona jamoatlari, qaynona-qaynota jamoatlari, mana farzandlarini xonadonlari, farzandlarini qaynota-qaynona tomonlardan o'tgan, mana qudalarimizdan o'tganlar, barchalardan Allohim o'zing rozi bo'lib mag'firatu rahmat etgin. Yoshlarni baxtini, saodatini bergin. Eshityapmizki, xonadon diyonatlik, alhamdulillah. Farzandlarga ta'lim bergan, saboq bergan, Allohimning kalomini mahkam ushlagan zotlar ekanlar. Alloh tabarak va taolo odoblarini, axloqlarini go'zal qilsin, hayotlarini, turmushlarini go'zal qilsin. Allohim mana shu farzandlardan zurriyot o'laroq vatanlarimizda azizlar, ulug'lar, mujtahidlar, olimlar, yaxshilar yetishib chiqsin. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karim oyatlardan o'qiymiz, duolarni aytib, jamoatlarga ruxsatlarni qilamiz. Ana oshlarni yeb bo'lsak, bir-birimizni kutmaylik. Malolliklar yetmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.